Top uchtaligimizda telefon uchun eng zo'r futbol o'yinlari. Sizdan hoziroq bitta like va obuna, men esa boshladim. 3-o'rinda FIFA Mobile o'yini, o'sha siz bilgan PlayStation'dagi FIFAning mobilniy versiyalaridan biri. Xullas bu o'yinda siz o'zingizga mos bo'lgan komandani tanlab, sekin-astalik bilan komandani shakllantirishingiz hamda kuchaytirishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan, mazza qilib o'ynaysizlar va bundan tashqari agar mabodo zerikib qoladigan bo'lsanglar, boshqa davlat fuqarolari bilan birgalikda battle qilib o'ynashingiz yoki do'stingizni o'yinga qo'shib, mazza qilib set qilib birgalikda o'ynasangiz ham bo'ladi. O'yin juda ham qiziqarli qilib ishlab chiqarilgan va bundan tashqari o'yinning eng zo'r tomonlaridan biri o'yinga donat qilib har xil paklarni ochib futbolchilar sotib olishingiz yoki sotishingiz, xullas liboy narsa qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi o'rinda juda ham mashhur o'yinlardan biri bo'lgan Dream Liga 2026 o'yini. Xullas bu o'yinning nomidan bilsak bo'ladi, orzungizdagi komandangizni ishlab chiqish o'yinlaridan biri. Xullas bu o'yinda siz o'zingizga mos bo'lgan komandani tanlaysiz, sekin-sekin sostavlarni yig'asiz va battle qilishingiz va turli xil turnirlarda ishtirok etsangiz ham bo'ladi. Endi o'yinning grafikasi juda wow deb ishlab chiqilmagan, o'rtalay mazza qilib o'ynashga yarasha grafikada ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari do'stingizni o'yinga qo'shib, birgalikda mazza qilib, set qilib ham o'ynash imkoniyati mavjud. Mabodo agar komanda sostavingiz yoqmaydigan bo'lsa, o'yinga donat qilib, sekin-astalik bilan komandangizni kuchaytirib olsangiz bo'ladi. Agar siz mabodo Dream Ligani muxlisi bo'ladigan bo'lsangiz, shundoq kommentariyada ovoz berib, qo'llab-quvvatlab boringlar. Ko'ramiz Dream Ligani qancha odam yaxshi ko'radi va ko'p o'ynaydi. Xullas, o'yinni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, Instagram videoda silka bor, silkani ustiga bosib, bemalol Telegram kanalimdan tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda esa eFootball PES 2026 o'yini mutlaq chempion o'yinlardan biri. Xullas, bu o'yinda siz o'zingizga mos bo'lgan komandani tanlaysiz, sostavni kengaytirasiz va turnirlarda ishtirok etib, soqqa monetani qilishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan, ayniqsa animatsiyalarga, har bitta o'yini chiqishlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Agar mabodo siz eFootball PES 2026 o'ynagan bo'lsanglar, ya'ni o'ynayotgan bo'lsanglar, bilishlaring kerak bu narsani va bundan tashqari o'yinga donat qilib har xil paklarni ochib, futbolchilarni sekin-sekin ochib olsanglar ham bo'ladi va bundan komandangiz kuchayadi. Xullas, o'yin prosesi olov qilib ishlab chiqarilgan. Videodagi o'yinlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va обязательно kommentariyada Dream Liga yaxshimi, FIFA yaxshimi yoki PES 2026 mi? Albatta yozib qoldirib, mana shu videoni barcha futbol ishqibozlariga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Aytgancha, GameFox 23 ga hoziroq obuna bo'lib qo'ying.